Assalomu alaykum mening kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan birgalikda qovoqdan manti qilamiz. Qovog'im bo'lganini qaranglar, yurakcha hosil bo'ldi. Yurakcha qovoq ekan. Qovog'im yaxshilab tozalab olib, kadini, bizlarda kadi deyiladi. Yaxshilab tozalab olib, tyorkadan chiqarib, piyozni maydalab solib, bolgarskini ham maydalab to'g'rab oldim. 2 qoshiq shakar soldim. Men har doim kadi mahsulotlarini pishirganimda shakar ishlataman. Mazali bo'lsa ham, bo'lmasa ham 1 qoshiq tuz soldim. Endi yog' solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi xamirlarimizni yupqa qilib yozib tugib olamiz. Mana tugib bo'ldim. Humoyinam menikini ham tushiring, menikini ham tushiring deb tushirdi bola. Tukkani chiroyli chiqibdi. Shunaqa qilib duxovkaga moylab solib, mana 45 daqiqa davomida pishirib oldik. O'zimizda mesni qatig'imizni uyutgandim. Qani qarang, qashiq turarmagan. Internet tarmoqlarida shunaqa qatiq uyinsa shunaqa turish kerak deyishadi. Mana turadi-ku bizlarda ham. Ana shunaqa o'zimizda mesni qatiqlarimiz. Sigirni. Mana shunaqa qilib qatiqlarimizni ham solib hammasini tayyorlab, ovqatimizni likopchalarga suzib olamiz. Mana Humoyning tukkani ham pishibdi, zo'r bo'pti. Endi likopchalarga solib oldik. Yonida podlivka ham ishladim. Uni ham yeydiganlar bor, albatta. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat.